Ulanish tartibi. Center zamoyida ochish pilisi. Ko'k simga olasizlar. Bunisi skordatchik, minusovый. Bunisi pult bagaj simiga olasizlar. Ochganda pilis to'kiladi, shunga olasizlar. Bunisi starterga olasizlar. Bunisi yo'g'moy chiroq, yo bo'lmasam akkumulyator chirog'i olasizlar. Bunisi massa, bunisi zажигание. Basseynga pilis. Ready ulanishi 30 bilan 85 bitta qilinadi. Bu ko'rlang. Bunda chiqishi 87A. Buni 85-ga ulanadi. Bunda 86 bilan 30 bitta qilib oladi. Cheres diod bilan 3-relayga 86 ga ulanadi. Xo'p. Bundan permissiv berasizlarda buni 4-relayga berasizlar. 4-relayda 87-raqamga berasizlar. Xo'p. Bunga bitta permissiv berasizlar. 30 dan bunga permissiv berasizlar. Shu, ulanish tartibi shunday relayda. Buni diod qo'yasizlar. Sabab obratga tok orqaga qaytib ketmasligi uchun. Kalt ochganda tok buni ishlatib qo'yadi. Mashina yurgandan keyin mashina uchun qolish mumkin. Mana shu diod qo'yiladi.